Excalibur. Men o'ynayotgan Minecraft olamidagi eng kuchli qurol. Uni qo'lga kiritish uchun siz zombi, o'rgimchak va skeletlarni o'ldirishingiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari juda chalkash bo'lgan labirintdan o'tishingiz, har soniyada o'lib ketish mumkin bo'lgan parkurlardan o'tishingiz hamda lavali joylardan aqlni ishlatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Xullas, bu Excaliburni qo'lga kiritaman deb ko'plab o'yinchilar o'lib ketishgan. Bugungi videoda men ushbu Excaliburni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Let's go! Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Veko Gaming. Xullas, hech narsani tushuntirish shart emas, hamma narsani tushundingiz. Bo'lmasa videoni boshladik. Va mana do'stlar, biz hozir o'sha afsonaviy Excaliburni qo'lga kiritamiz. Va bu yerda biz uchun narsalar bor ekan. Mana. Xo'sh. Xullas akalar, videoni davom ettiramiz. Mana bu yerga samolyot urib qo'yamiz, esingchi. Botdan jon dahshat ketdi. Botlarni esa lavaga tegmay uchish kerak. Boshlanishi oson. Oson deb ketyapman. Oson. Ay, tupik. Tupik joydan ketmaymiz. Ay, hozir o'lama. Yaxshi yomon o'yda qarshi damlama berishibdi. Ay. Hozir o'lama men bilmasam. Ay. Hozir o'lmayman. Xo'sh, birinchi xona oson ekan. Shib yoq ketdik. Ay. Namucha bitta tuzoqlar. Ay. Namucha tuzoqlar makonimi nima? Ay, yana. Ay, zaharlandim. Menimcha do'stlar, labirintli xonaga keldik. Endi botdan o'tish kerak. Nima? Qussang sovg'a? Haq sovg'a. Voy, yaramaslar. Lob, tuzoq qo'yishibdi ular. Yaxshi, yomonga qarshi damlamam bor. Ketdik. Ay, damlamalar juda ham ko'p. Ay. Buni bosmaymiz. Birinchi ichida nima borligini ko'rib olishimiz kerak bo'ldi. Aytdim, bu yana bitta ichida jon ketkizadigan bor ekan. O, dastak. Kerak bo'lib qoladi. Olamiz buni ham. Xo'sh. Ketdik. Buni bosganman. Yo'q, nima bor? Ay, bu bosmagan ekanlar. Ay, bosmasi kerak edi. Bosib tashlayapman. Ay! O'qingni ko'tingga tiqib qo'y, tushundingmi? Xo'sh, mana bu yerda eshik. Boyaga dastak shunga endi. Va akalar, sizlarga yana bitta Minecraft xatosini ko'rsataman. Ay, yo'q, o'zi o'lamanmi? Ay, mana Minecraft bitta xatosini ko'rsataman. Turamiz, mana. Eshik yo'q prosta. Ikkala tarafga ham bo'lsa bo'ladi endi. Mayli, ketdik. Labirintdan o'tdik, uncha chalkash emas ekan. Voy, yana zaharlaydigan qo'yibdi, yaramaslar. Men yoqtirmaydigan eng yomon narsalardan biri bu parkur obunachilar. Ay. Unisiga sakray olamamikin? Mayli, tavakkal qilmayman. Sekin o'tiramiz. Ko'p o'takmiz. Voy. Tushib ketishim yo'q. Lekin easy parkur ekan. Oy, akalar, jangni kattasini hidi kelyapti lekin. Xo'sh, bu narsalar shunga kerak hozir akalar. Mana obunachilar hamma narsani sovg'a oldim. Endi bu yerdagi narsalarni olamiz. Juda ham katta tayyorgarlik ko'rsatyapti. Jangni kattasini hidi kelyapti obunachilar. Jangni kattasi. Ko'rsatamiz. Bakın, sizlarga yomon ish emas ekan. Oziqalarni ham kiyib olamiz. Bir.
Nasıl böyle? Ay! Canım hocam. Ne işte hocam bular yaramasa. Hammasi pachoqda bular. O'l hammang. O'lma, yashaymiz. O'l hammang. Ko'psalar yaramas. O'l. Sana hemen. Kimga qo'ysan? Zombi. Sen nima qilib yuribsan? Mana buni sindiramiz. Nimaga kelka berishmadi bizga? Menati. Endi buni 1 soat sindirib o'tiraman. Chunki spamlarni sindirmasam yana paydo bo'ladi-da bular buni ichida. San. Kechirmada, hamma yo'q. O'l. Sen o'lmaysan. Sen o'l. Buncha lapata ko'taryaptimi? Nima bo'ldi? Lapata ko'taryaptimi? O'la. Lapata ko'tarmay o'l. Hammasini ham sindiramiz. Qani bu san. Nimaga sinmaydi bu pachoq? Bu sin. Nimaga kelka berishmadi bizga? Hayron bo'ldim. Nan bo'lsin. Xo'sh, 3-faza hammaga yo'yaman. Ikkita. Bo'lmi? Tugladimi? Tushunmadimmi? To'xtay. Jang biroz cho'zish kerak. Bunaqasida bo'lmaydi. Hozir bundan ichida bular biroz ko'paysin. Bunaqa jang bo'lmaydi. Mana bundan ichida bular yana ko'payib ketdi. Voy, hamma nima qilsalar. Mana kelib qopti. Ana kelib o'ldi. Bichora. Nima qilyapti? Yashaymiz. Yo'q, nima bor? Yo'q. Jang endi ancha munchaga cho'zilib ketdi. Qani bu san. Namja sinmaydi bu. Voy, san. Namja sekin sinadi-ya. İşte hocamız. Mana bilan suyak qilib aylantirib tashlaymiz o'g'ni ichida. Neyse junga. Nimaga desalar shunchaki o'zim. Mana bu sabzi bizga umuman kerak emas. Chunki bizda sehrlangan o'g'ni qo'yganda. Akaxon. Yeb ikkita akaxonlar bor ekan. Akaxon, bitta nima qilibdi? Obunachilar. Bize o'sha afsonaviy Excaliburni qo'lga kiritdik. Mana bu ahmoq temir qilichni tashlaylik endi. Voy, endi mana bu ajoyib Excaliburni qo'lga kiritaman. Mana bu yerlarni bo'shatib qo'yaylik. Mana bu yerga endi eng kamyob narsalarni qo'yamiz. Oppa! Sizlar buni qanchalik kuchliligini tasavvur ham qilolmaysizlar obunachilar. Xo'sh, endi sambo qilichni nima qilasan desanglar, xo'sh. Men kinani yechib olaydi. Bo'lmasa menga umuman yoqmayapti bunaqa ko'rinish. Skinim ko'rinib turishi kerak ekan sizlarga, skinim. Qanchalik chiroyli skinda ekanligim sizlarga ko'rinishi kerak. Xullas, endi bu qilichni nima qilasan desanglar, hozir bilib olasizlar obunachilar. Bu mana o'zimni yangi ko'chib kelgan qishlog'imga ham kelib oldim. Sizlar 13-qishloqda yadroviy bomba tushganda men boshqa qishloqqa ko'chib keldim, lekin unaqa video qo'ymagandim. Vaqtim bo'lmay qo'ygandi. Xullas, bu kompotni uydagi narsalar menga kerak emas. O'zimni uyimga borishim kerak edi. Xo'sh, mana o'zimni uyim. Chiroylikkina ko'rkam uyim. Qilichni olishimga 1 hafta ketdi-yu sayohatga, lekin uyim
Judayam to'zib ketmabdi buni ichida. Xo'sh, judayam chiroyli, lekin uyimni kalitini merga berib ketuvdim-a. Uyimni kaliti merda qolib ketuvdi-ya. Hozir men uyimga boramiz. Akalar, qaranglar. Mer internet qurayotdi minoraga. Shu mer mana puldan qisib qo'ygan. Xo'sh, mana shu yo'q, bu do'konchining uyiga. Salom do'konchi. Salom. Xullas, Fidel, ahvolar qalay? Salom. Men shunchaki bolalarga qarayotgan edim. Shunchaki bug'doy terish uchun. Ha, mayli. Men unda merni oldiga borishim kerak. Xo'sh, mana merni uyi. Salom mer, yaxshimisiz? Hey mer. Salom. Qayerda eding? Salom. Mer, xullas. Men uyimni kalitini sizga berib ketgandim. Bilsangiz agar. Men shu uyimni kalitini olsam degandim. Bir haftadan beri qayerda eding? Bir hafta shunchaki men afsonaviy Excaliburni qo'lga kiritishga safarga chiqqandim va mana qo'lga ham kiritdim. Endi uyimni kalitini bersangiz. Sandiqdan olaver. Sandiqdan? Mana kalit ham turibdi ekan. Rahmat mer. Mayli, tezda uyingga bor. Ekinlaringga qarab qo'y. Mayli. Xo'sh, endi esa uyimizga boramiz. O'zi ham mer juda ziqnadi, o'g'lim ichida ziqnamasda. Shunchaki qaysar desa ham bo'ladi. Endi o'zda Xo'sh, obunachilar, endi xullas obunachilar, endi men bu qilichni o'zimning kolleksiyamga qo'shib qo'yaman. Va mana obunachilar, buni o'zimning kolleksiyamga qo'shib qo'yaman. Va aslahalarni ham topib qo'yaman. Xo'sh, obunachilar, bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Obunachilar, anchadan beri kanalimizda video chiqmagandi. Juda ham ko'p video chiqmaganiga buni o'ziga yarasha sabablari bor. Lekin yaqin orada YouTubedan ketishim ham mumkin. Lekin kichkina ehtimol bor, unga 99.9% YouTubedan ketmayman, 1% bor faqat YouTubedan ketishimga. Lekin umuman ketmayman degan umiddaman. Bu kanalning rivojini qilib beramasdagi. Albatta harakat qilaman. Va sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, azizlar shuncha mehnat qadrlagan holatda videoga like bosib qo'yinglar. Iltimos obunachilar, meni 98% odamlar obuna bo'lmasa kuzatarkan, nima bu qiliq? 962 ta odamlar obuna bo'lib kuzatarkan meni, iltimos bolalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Va yana sizlarga yana bir narsa, Ali Uz degan YouTuberning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, iltimos. U ham YouTubedan ketyapti bechora. Bugungi videoga o'z hissasini qo'shgan, ya'ni mana Minecraftda Excaliburni qo'lga kiritaman degan videosi juda ham mashhur bo'ldi 5 kunning ichida va undan ilhomlanib buni yaratdim. Iltimos uni kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Mana o'zi ham post qilibdi bir kun oldin do'stlar. Mana shu kungacha qo'llab-quvvatlanganingiz uchun rahmat. Men endi bu kanalga video qo'ymayman, to'g'riroq mana endi YouTube'da ko'rmaysizlar. Hammaga xayr deb yozibdi bechora. Mayli, uni ham to'g'ri tushunish kerak. Xullas, bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, u ham 3000 ta bo'lishi kerak. Mayli, hammaga xayr. Bo'lmasa videomiz tugadi.